bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Meni quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. O'zingiz xohlagan narsaga erishish oddiy bir ish, ammo oson ish emas. O'zingizga qilishni xohlamaydigan ishlarni qildirish u bir vazifa. Shundala siz o'zingiz orzulagan tipdagi bir zot bo'lish sharafiga erisha olasiz. Biroq siz faqat xiyol ekroningizdagi g'oyibona his-tuyg'ularga band bo'lib, harakatga kelishga ojizlik qilyapsiz. Hech kim siz uchun tayyor emas. Hech kim sizga kontaktinchiq, badan chiniqtir deb haydakchilik qilmaydi. Hech kim kelib uzundan beri qilishni orzu qilgan xizmatingizga iltimos qilishingizga safarbarlik qilmaydi. Hech kim sizning savdo planingizni yozib bitirishingiz uchun qalam tartib bermaydi. U butunlay o'zimizga bog'liq. Bugunga qadar qilinayotgan ishlar bizga rohat tuyg'ularini ato qila olganligi uchun qilinib kelmoqda. Toki biz o'zimizni qilishni xohlamaydigan ishlar ustida chiniqtirmaguncha orzuyimizning reallikka aylanishi u bir tush. Amaliy misoldan birini elib aytsam, bir tanlash elib berilib, soatingizning qo'ng'irqini besib o'tib, qayta issiq yotganning qo'yniga kirish va yoki dars o'rningizdan turib, karvatdan ayrilishga qaror berishga yuzlanganingizda, o'zingizga qattiq talab qo'yishingiz qaroringizning o'z o'rnini topganligidan derak beradi. O'ziga talabchan bo'lish tug'ma qobiliyat emas. U bizning cheniqib shakllantirishimizga ehtiyojli bo'lgan bir muskul. Bu bir kunni qandoq bacha haqida o'ylangan daqiqangizda chiqarilgan qaror. Hayotingizning qolgan qismini qandoq o'tkazishingizga berilgan bir tanlash. Afsus, biz dal shu karvatning butkul hayotimizga vakillik qiladiganligini tushunib yetolmaymiz. Agar siz karvatda issiq saqlanishni tanlagan bo'lsangiz, unda siz rohat chambarkingizning iskanjisiga ilingan bo'lasiz. Bir kuningizni ishning rohatini qilish uchun sarf qilasiz. Bir oy, bir yil, hatto butun umringizni o'zingiz bilmagan holda rohat farog'at qo'g'ilish yo'lida isrof qilib o'tasiz. Aslida yetkili bo'ladigan yangi natijani qo'lga keltirishga urinib baxmaysiz. Yangi shaylar bilan uchrashishga intilmaysiz. Tavakkul qilib olg'a ilgirlashga iroda qilib baxmaysiz. Oddiy tafakkur qilmang. Ko'zingizni ochib, o'rningizdan dars turishga jur'at qilgan shu kuningizdan boshlab, o'zingizga bo'lgan talabchanligingiz o'z rolini joriy qildirishga boshlaydi. Ishni oson yo'l bilan bartaraf qilishga ko'nib ketgan ro'yitingizga xotim bergan bo'lasiz. Oson emas, ammo menga ishining shunday qilishingizga arziydi. Shonshirab bizning hayotimizda faqat bir qatim yuz beradigan hodisa emas, balkim biz kurmin qatimlab noil bo'la oladigan daqiqa. Ilg'or bo'lishga intilmasangiz, uning uchun bo'shashmay olg'a ilgirlashga iroda bog'lamasangiz, nishoningiz inovatsiz. Chunki men qaltis deb mag'rurlangan vaqtim dal mening bexodga qarab yuzlangan vaqtim. Biz pishib yetilishimiz kerak. Muskullarimizni cho'ngaytirish uchun chiniqsaq bo'lmaydi. Chunki u rostli bir bema'ni ish. Ojiz nuqtamizning ustidan g'olib kelish yetilishimizning asosiy nuqtasi bo'lishi kerak. Insonlar o'tirisidagi surkilishmi mushu jarayonning ehtiyoji hisoblanadi albatta. Qanday qilib ruhiyatingizni kuchlantira oladiganligingizni bilamsiz? Javobi dal sizning turmush odatingiz. Sayrayotgan soatni to'xtatib uxlashning o'rniga o'rningizdan dast turib keting. Atiganda yugurish qo'shaqmayotamdi. Bo'ldi qiling chiqib yuguring. So'zishga erinib o'tamsiz. O'ltirmang, berib o'zing. Yotqanlaringiz yiqingiz yo'q. Unda ish yo'q. Tez yig'ing. Uylarni tozalash avarchiq tuyulatamdi. Dunyoda oson ish yo'q. Tez tozalang. Ugunish qilsangiz beshingiz og'rimdi. Vaqt saqlamaydi. Tez boshlang. Mushundaq usulda tafakkuringizni tartibga soling hamda mashqlantiring. Qilmoq haqiqatan qiyin, mushaqqatli bir jarayon. Ammo har kuningizda birdan yetilishingizga sabab bo'la oladigan ishni qilishga urinib beqing. Mushkulotlarga quchoq iching. Shunda siz haqiqiy pishib yetilgan bir zotga aylana olasiz. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.